ichimda qora narsa yo'q lekin bora yuragim qoraydi. Yo'qdir bir chora. Bundan kecha bo'lmagan. Aliyo, Nuri, kecha qutulib olishdingmi? Ha, men bugun bitta uy gaplashdim, mana shu yerda to'planaylik-da. Mana shu yerda gap bor. Gaplashamiz, bolalarni ham yo'q. Shoh. Ay, keladi. Shoh. Nuri. Yarim nimaga? Yaxshimisan jigar? Kecha qutulib olishdingmi? Qutuldik-ku gaplar. Ha, yaxshi-da. Bahramga ham telefon qildim, yo'lda ekan. Yo'ldagi Asadchi? Asadda ozgina ishlari bor ekan, sal kechroq boraman dedi. Bo'ldi, gapni endi kutamiz-da Bahramni. Aliyo. Shoh keldim, eshing taydana. Ha, to'g'ringi uyga kirib kelaver. Bo'pti. Nima gap Shoh? Oshna. Bahram, yaxshisan? Jigarim? Nima gap? Yaxshi bo'ladi. Kecha qutulib olishdingmi? Qutulib oldik. Sizdes bo'ldi kecha. Shoh, men bu o'yindan chiqmoqchiman. Nimaga chiqmoqchisan? Bu o'yining xavfli. Bu o'yinga kirish bor, chiqish yo'q. Rostdan jigar, qachon pulimizni berasan sen? Короче, pul yo'q. 3 ta joyga ekilish kerak, 2 ta joyga ekildimi? Shuncha mehnatimiz ketdi-yu, pulni berishing kerak sen. Ha, boshlig'im bermayman dedi. Короче, qachon pulimizni berasan? Короче, pul yo'q. Nimaga? O'zi pul yo'q. Pulni berishing kerak sen. Qizcha ekanlar. Ikkalang oshnasalar. Ha, Asad akamga telefon qilay. Ha, akamga telefon qilay. Alo, aka? Qayerdasiz? Hozir sizga lakacha tashlayman, kelingmi? Akkalasi bir-birining go'shtini yeyapti. Xo'p. Onlar nima bo'ldi? Shoh. Do'stlarni salkamroq sotdinglar, pul bo'lganda vafodorsilar. Orqamdan pichoqni urdinglar.